Mana shu teshik oddiy teshik emas do'stlar. Bundan tashqari uteplit bo'lganini qaranglar, polniy uteplit qilib chiqishgan bo'ladi. Bu issiqlikni ichida ushlab qoladigan bo'ladi. Uyingizni bemalol issiz bo'laveradi. Xohlasangiz bunkerini bu tomonga qo'ying, xohlasangiz bu tomoniga qo'ying. Bundan tashqari kitob sistemalariga ham anchagina yangilik kiritishgan bo'ladi do'stlar. Kitob sistemalariga ahamiyat beradigan bo'lsak, turbalarigacha qo'yib qo'yishgan bo'ladi do'stlar. Endi kafelik uchun oshiqcha rasxod qilishingiz shart emas. 150 kvadratlikni xarid qiladigan bo'lsangiz, 30 kilodan rasxodni boshlanib turib yuqoriga qarab ketaveradi. Bunkerlari ham anchagina katta bo'ladi. Bitta zapravka qilib beradigan bo'lsangiz 3 kungacha umuman zapravka qilmasangiz bo'laveradi. Miyalari aqlli bo'ladi, telefonga ulab olib bemalol ishlatsangiz bo'laveradi. O'zbekcha programmalarni ham o'rnatib berishgan bo'ladi. Bundan tashqari to'kingiz past bo'ladigan bo'lsa, xuddi shunday invertorlarni ham bonusiga qo'shib berishadigan bo'ladi. Narxlari $1000 dan 150 kvadratligi boshlanadi. Yuqoriga qarab turib, kvadratiga qarab turib narxi o'zgarib ketaveradi. Zavodga ekib kelganmiz do'stlar, ulgurib qolinglar. Yozgi kunida bemalol o'rnatib oladigan bo'lsangiz, endi qishda umuman sovuq haqida o'ylamasangiz bo'laveradi. Videoda pastga nomer qo'yaman, aloqaga chiqsangiz shunaqangi original birinchi qo'ldagi kotyollarni xarid qilishlaringiz mumkin.